Tutku. İlakam qarayapti-da, qarab tursa bo'lardi. YouTube'ga ham qaytganga endi bugun qaytdim. Qani, sekin tozalaymiz unda. Xo'sh. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz Alvin bo'lasizmi? Ha, Alvinman. Siz ishim bordi, shunda bu yoqqa qarab boring. Ish. Ishim bor deyapman. Agar ishlarim bor o'zim ishim. Menga qara, ishim bor deyapman. Nima? Menga qara. Yo'q aka, bolakay. Normal gaplashaveraylik. Men bilan yurishing kerak, yo'q aka, olib tashlayman hozir. Tez oldimga tush. Sen gapirma, tez oldimga tush. Davay. Davay tez. Oldimga tush. Men sen gapirma, oldimga tushsam mana, olib tashlayman hozir. Nima? Olib tashlayman hozir. Narsani tasha menga, ber menga narsani hammasini. Davay tez. Davay. Oldimga tush tez. Davay oldimga tush. Davay tezlash, olib tashlayman. Xo'sh, yo'q. Yanami yo'q. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Ilyan video ishlayapsizlar. Bolalar, yomon xush xabarim bor. Qanday desanglar bolalar, xullas meni eski tanishim bor edi. U juda ham afsonaviy va juda ham kuchli mafiya. Xullas o'sha mafiya qamoqdan chiqibdi va endi men qo'rqyapman. Men o'zim qo'rqaman, ukamdan qo'rqaman bolalar. Akachi bola Alvin qaytgan edi. O'sha mafiya ukamga tegmasa bo'ldi. Alvin qaytgan edi. Alvin o'yinga kirgan bo'lish kerak. U bola akachi, bilmasalar uni qo'li sinib qolgan. Endi qaytdi Minecraftga. Doktor ketdi. Alvin eshigingni och. Alvin, foydasi yo'q, Ilya. Toshmat aka. Alvin ketdi, ketdi. Bitta maskali odam keldi-da, baqirib olib ketdi qurol bilan. Qurol bilan? Da. Qaramadingizmi? Yo'q, men tanishing deb o'yladim. Aygor tozalayotdi. Bilmadim-da ishqab. Voy, bola o'shimi? Voy bola, ana mafiya odam jo'natganmi deyman bola. Yo'q. Yo'q, nadir qilish kerak politsiya. Yo'q, bu yerga politsiya aralashtirgan mumkin emas, chunki men oldin o'zim mafiya bo'lganman. Qaydan taniysan deydi. Nadir qilish kerak. O'yla. Nadir qilish kerak. Merni oldiga borish kerak menimcha. Merni oldiga. Давайте, let's go. Kameralarni o'chiramiz, qayerga ketgan bo'lamiz. Tarich yorqin bunday qil. Voy. Xo'sh, mer, eshingizni oching. Hayda, nima desan, ahmoq qilibsan. Mer, xullas. Qanday aytsam ekan? Xullas, ukam yo'qoldi. O'zi bugungina Minecraftga qaytdi-ku. Da, bilmadim qanday yo'qoldi. Xullas, lekin menga Toshmat aka aytibdi, bitta odam qurol bilan uni zo'rlab olib ketdi. Endi zo'rlab emas, endi majburlab olib ketdi deyapti. Majburlab, ana Galavarsa qamoqxonadan chiqdi, eshitdingmi? Da, eshitdim, o'shandan qo'rqyapman. Uni odamlari yoki qamtoq qilib bo'lsa-chi. Bilmadim endi, ular Torsa, bilasan, juda ham yomon odamlar. Ularga farqi yo'q, o'ldirib ham tashlaydi. O'shaning uchun ukamni topish kerak, menga yordamingiz kerak. Qishloqdagi hamma kameralarni ochib bera olasizmi? Kameralar buzilganiga yomon xabar. Voy, borurmadir qilish kerak. Unda qatiyam qurolingiz bormi? Uyda qurol bor. Olib chiqsam bo'ladimi? Da, qayda tak. O'mon ekan. Shu qurollaringizni menga berib turing, iltimos ber. Biramlashim kerak endi. Senga nafaqat qurol, senga ustodlarim, butun boshqa qishloqni qidirib, ular qochib ketishga ulgurmagan bo'lishi mumkin. Sababi chunki qishloqdan shaharga qochgan bo'lsa, shahar 100 kilometrga yaqin uzoq bu yerdan. Hali beri qocha olmaydi. Tajriba mashina o'tgandan ham sezaman. Yaqindan yerda saharda qishloqdan bittalar chiqqan edim. Hech kim yo'q edi, lekin menga Toshmat aka aytdi-da. Toshmat ham ahmoqdan anqayib o'tiraveradi. Da. Demak, ular qaysidir mana shu uyga biron joyga yashiringan, qidirib topishing kerak. Men politsiya chaqiraman. Politsiya chaqiraman. Bilasiz, axir mafiya bo'lgan. Meni ham olib ketib qo'yishlari mumkin. Bo'pti, xo'p, men shu yerda zirak bo'lib turaman. Bo'pti, xo'p, tak, xo'sh, bolani mudir qilish kerak. Men uyda o'zim kerak narsa olaman. Tak, Toshmat aka, hayla nima deysan? Iltimos, endi kimdir o'tsa menga ayting. Bo'pti, xo'p. Tak, endi bola menda qurol bor, paka. Xo'p, menga hozir endi instrument kerak bo'ladi. Kirka, bolta, uylanib, ko'rishga pichoq ham kerak bo'lishi mumkin bola. Daha narsa qarshi. Tak, birinchi bo'lib Alvin uyini tekshirib ko'rish kerak. Alvin uyi privatlangan, ocholmayman, shuning uchun o'ynasdan poylash kerak. Xo'sh, tak. Tak, uyi toza. Demak, bolalar, bu agor tozalayotgan bo'lgan bo'lsa, hozir yozib boramiz telefonga. Agor tozalayotgan bo'lgan va bir kishi kelgan.
Xo'sh, bolalar, tushunarli. Demak, biza endi qishloqni bir aylanib chiqishimiz kerak. Xo'p, bizda mana bu yerda tak, toza. Xo'sh, bu yerchi, tak, sotuvchi. Hayla, seni hech qanaqa bir odam kelib quroldan nimadir sotib olmadimi yoki Alvin kelmadimi? Yo'q, ko'rmadim. Bo'pti, galvars. Tak, xo'sh, Xo'p. Mana bu uychi, bu yer toza. Xo'sh. Tushunarli. Demak, biza yana boshqa bir uylarni ko'rib chiqishimiz kerak. 99-uy. Xo'sh, bu yerchi, bu yer ham toza. Tak, tak. Temirchi. Stop, bolalar. Bizning naq 98 odam oldindan bo'lmasa, kuzatar ekan bu juda yomon deganini takishda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda. Haylanma desam, Alvinni shotirasini o'zganini ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Bo'pti, rahmat. Tak, mana bu uyda ham yopiq xona bor. Shu yerda bo'lishi mumkin. Tak, mana shu uyga kiramiz. Yopiq xonani ochishim kerak. Tak, qurolni qo'lga olamiz. Qo'lingni ko'tar. Yo'q, bolalar. Yopiq, baribir yopiq. Nimadir netoda shu odam juda ham tak. Agar borib o'sha o'g'irlagan odamni topsam, ukamni o'g'irlagan odamni o'ldirib tashlayman. Tak, nima? Yo'q, otakan qo'rqib ketibman. Tak, menimcha qishloqdagi eng baland binoga chiqib kuzatgan ma'qul. Xo'sh. Tak. Qishloqdagi eng baland binoga chiqib kuzatgan ma'qul. Xo'p. Tak. Hamma yoq toza. Mana bu uy, bu axir tashandiq uy-ku. Oyog'im. Mana shu uyga kirib ko'rish kerak. Mayardan ruxsat olishim kerak. Mayar, ana bu tashlandiq uyga kirib ko'rishim kerak. Yopiq bo'lsa ham. Yo'q, yopiq yaxshi kim kirmagan. Men havodan o'tib-ku. Nimaga? Yo'q, kiysiz ham ular bilmaysiz. Yo'q, mayli, o'zing bilasan, bilganingni qil. Da, axir kirib ko'rishim kerak. Tak. Bo'ldi, demak. Mana bu yashiklar nega inventarga tushadi, mayli. Tak, bu yerga sakrab ko'rishim kerak. Kimdir bormi? Tak, qani buni buzish kerak. Bo'ldi. Yaxshi. Tak, eshik qulf. Tak, buni eshikni qani buzamiz. Tak, qani, bu qulf buzildi. Tak, endi buni buzish kerak. Qaniydir yoshiklar bilan yopilgan. Tak, Alvin, hushingga kel, Alvin. Tak, hozir arqon olib qo'y. Alvin, menman, menman. Seni kim bu ahvolga soldi? Arqonni hozir kesib tashlayman, arqonni. Tak, bo'ldi. Arqonni kesib tashlayman. Tak, qani. Yura olasanmi? Senga zarar yetkazganim yaramas. Tak, kim qildi bu ishni? Qani u galvar, pichoqni ber. Tak, qani u yaramas. Qayoqqa ketdi yaramas? Tak, xo'sh. Mana buni ham buzamiz. Oppa, yaxshilab. Bo'ldi, tush. Ehtiyot bo'l. Alvin, yaxshimisan? Tak. Bo'ldi, yaxshi bo'lsang yaxshi. Tak, bo'ldi. Nima? Sen qanday chiqding? Voy, yaramas, hali saymadin. Yo'q. Yo'q, yaramas. To'xta. Ma. Yo'q, ishonmaysan, ma. Yaramas, ukamni ushlash, ma, senga yaramas, ma. Ulgurdim. Yaxshimisan, Alvin? Seni qanday olib ketishdi? Yaramas. Yur. Tozalayotgan paytim qurol ko'tarib ketib qoldi. Tak, bo'pti, yur. Men ukamni topdim. Yaxshimi? Da. Bo'pti, yaxshi. Men polis chaqiraymi? Yo'q, shifokor chaqiring. Tak, Alvin, uyimga kir, men uyimga kir. Yo'q, uyingga kir. Alvin, topildingmi? Toshmadaga siz gapirmang. Tak, Alvin, uyga kir. Tak, menimcha uyni yopish kerak, qo'rqyapman. Tak, uyni yopish kerak, qo'rqyapman. Alvin, xullas, senga haqiqatni aytishim kerak. Alvin, men oldin mafiya bo'lganman. O'sha mafiya bo'lgani uchun mafiyalikdan tashlaganman. Sen hali unda kichkina eding. Mafiyalikni tashlaganim uchun mana bu galvars o'shani odami bo'lishi mumkin. O'sha odami bo'lishi mumkin va u meni yoki seni o'ldirishga jo'natgan. Hali. Men azib to'qib. Uzr. Chiqma, Alvin. Iloji boricha sen endi o'zingni ehtiyot qilishing kerak. Bo'lmasam seni yana tutishadi. Yaxshisi bu qishloqdan ketamiz. Mayli bolalar, sizlar esa halishamon videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bolalar, kommentariy yozib qoldiringlar. Men to'g'ri ish qildimmi, ukamni qutqarib yoki xato ish qildimmi? To'g'ri ish qildim-ku, lekin Alvin meni azobga qoldim. Mayli bolalar. Alvin, xafa bo'lma, kechir meni. Bolalar, Alvin uchun like bosib qo'yinglar, hatto kommentariyaga Alvin sel deb yozib qoldiringlar, uni ko'ngli ko'tariladi. Alvin, mana bu qurol senga, o'zingni himoya qilasan. Mayli, charchaman. Tak, let's go.